Nega Gavi Ispaniya malika shahzodasini e'tiborsiz qoldirmoqda? Bilmaganlar uchun aytaman. Ispaniya malika shahzodasi Leonor Barselona futbolchisiga oshiq. U shunchalik maftun bo'lganki, maktab kundaligi muqovasini futbolchining suratlari bilan yopishtirib qo'ygan. 2022-yilgi Jahon chempionatida qirol Filip Gavidan Barselona futbolkasiga imzo chekishni so'ragan. Lekin diqqat bilan qarasangiz, futbolka juda kichkina. Demak, bu malika shahzodasi uchun sovg'a ekanligi aniq. Aytishlaricha, taxt vorisi Gavi bilan uchrashishni intiqlik bilan kutmoqda. Yosh yigit bunday yangilikni eshitib xursand bo'lardi deb o'ylaysiz. Biroq bu vaziyat uni qiyin tanlov oldiga qo'yadi. Yoki go'zal Ispaniya malika shahzodasi bilan birga bo'lib